bor edi. Endi qoldi bizda 3-bo'lim. 3-bo'limni ko'rib chiqamiz. Oxirgi final bo'lim bu. Arkadaşlar, en son bölümümüz 3-bölüm. Bu yerda nima ekan? Imtihonning so'nggi bo'limida sizga C1 darajasidagi savol beriladi va unga ham C1 darajasidan javob kutiladi. O'z-o'zidan, juda tabiiy. Bu qismda bir mavzu haqida gapirishingiz so'raladi. Sizga gapirishingiz kerak bo'lgan mavzu beriladi va undan tashqari shu mavzuning afzalliklari va kamchiliklari ko'rsatilgan 3 ta misol ham taqdim etiladi. Demak, nima ekan? Bizga afzalliklari va kamchiliklari haqida 3 ta nima berildi? Misol berib ketildi. Endi mavzuni siz ham xuddi shu shaklda mavzuning afzallik va kamchilik tomonlari bilan birga yoritishingiz kerak. Çok qulay. Demak, bu yerda birinchi bo'lib juda ko'pchilik qilinadigan xatolar nima? Bu yerda qilinadigan xatolar juda ham oddiy. Buni ko'pchilik bilsa kerak deb o'ylayman. Bu nima? Bu o'sha berilgan, javob berish uchun berilgan vaqtning ichida shu pastda berilgan savol va javoblarni o'qib chiqishlik. Bu juda ham katta xato hisoblanadi. O'rtoqlar, o'zi aslida bu ikkinchi bo'limga juda ham o'xshaydi. Ikkinchi bo'limga juda ham o'xshaydi. 2 3 bular bir xil deyarli. Bular bir-biriga juda o'xshaydi 2 bilan 3. Nimaga? Chunki ikkinchi bo'limda ham bizga tayyorgarlik ko'rish uchun 1 daqiqa vaqt berilgan. 3-bo'limda ham xuddi shunday tayyorgarlik ko'rishimiz uchun 1 daqiqa vaqt beriladi. Hop, ikkinchi bo'limda bizga javob berishimiz uchun 2 daqiqa vaqt berilgan edi. 3-bo'limda ham xuddi shunday javob berishimiz uchun 2 daqiqa vaqt beriladi. Va bu yerda bittagina farq mavzu, berilgan mavzuni ham kamchiliklarini ham afzallik tomonlarini bittada yoritib ketishingiz kerak bo'ladi xolos. Bunda ham mavzuga kirayotganingizda xuddi kompozitsion yozayotgandek fikrlasangiz shuning o'zi yetarli. Ya'ni bu yerda nima deyapti? Günümüzde insanlar gittikçe yalnızlığa meyilli oluyorlar. Toplumsal açıdan bakıldığında buna izin verilmeli midir? Bu ham agentlik tomonidan berilgan savol, agentlikning o'zidan berilgan savol. Buni tarjimasi nima deyapti? Hozirgi zamonda deyapti, insonlar borgan sari yolg'izlikka ruju qo'ygan. Toplumsal açıdan bakıldığında, jamoaviy tarafdan qaralganda deyapti, bunga ruxsat berilishi kerakmi deyapti. Ya'ni insonlar borgan sari yolg'izlikka ruju qo'ygan, bunga jamiyat tarafidan ruxsat berilishi kerakmi deyapti. Jamiyat tarafidan bunga ruxsat berilishi kerakmi? Jamiyat ya'ni insonlarning yolg'izlikka ruju qo'yib ketishiga, yolg'izlikni tanlashiga ruxsat berilishi kerakmi? Nima deb o'ylaysiz deyapti. Bunga nima qilish kerak? Bu va bunga o'xshash savollarga har doim kirish va kirishdan keyin birdaniga bilsanglar, mana kompozitsion yozayotgan paytimizda kompozitsion turlarining ichida avantaj va dezavantaj turlari bor. Xuddi bunda ham avantajlari, dezavantajlarini tushuntirib ketish kerak bo'ladi. Oldin avantaj, keyin dezavantaj. Bu farqi yo'q, faqat ketma-ket ketsa bo'ldi yoki boshida dezavantaj, keyin esa avantajni tushuntirib ketsangizlar ham bo'ladi. Bu yerda nomi faqat lehina bo'lgan xolos. Bu asli ikkalasi ham bir xil narsa. Demak, birinchi bo'lib kirish, keyin avantaj, dezavantajni tushuntirasiz, shu narsa haqidagi va oxirida esa so'nuch. O'sha gapirgan mavzungiz haqida so'nuch ham berib ketasiz. Demak, bu yerda misol uchun kirish qismiga aytishingiz mumkin. Günümüzde haqiqatan ham insonlar yolg'izlikka juda ko'p ruju qo'yib yuboryapti. Bunga eng katta sabablardan biri
hozirgi sabablardan birini sun'iy intellekt qilib belgilab ketsanglar bo'ladi. Hadeb texnologiya emas, hozir endi bilamiz ChatGPT, shunga o'xshagan chat intellektlar juda ham rivojlanib ketdi. Grok, bizda juda O'zbekistonda ChatGPT rivojlangan, ChatGPTdan ketsangiz ham farqi yo'q. Sun'iy intellektlarning rivojlanishi sababidan insonlar sun'iy intellektlarga bog'lanib qolib, yolg'izlikni juda o'zlariga mos deb o'ylashyapti, desangizlar ham bo'laveradi. Keyin misol uchun buni foydali jihatlarini tushuntirib o'tishingiz mumkin. Bu yerda berib ketilgan misol uchun mana qaranglar. Yalnızlık insonda daha yaratıcı düşünme becerisini artırır deyapti. Yaratıcı düşünme degani o'sha kreativ fikrlashni qobiliyatini orttiradi deyapti. Yolg'izlik insonda kreativ fikrlash qobiliyatini orttiradi deyapti. Yalnızlık olaylara karşı daha sakin tepkiler vermenizi sağlar deyapti. Ya'ni yolg'izlik hodisalarga qarshi yana ham sokinroq reaksiya berishingizni ta'minlaydi deyapti. Yalnızlık daha kaliteli uyumanıza yardımcı olur. Juda ham kichik avantajlardan biri bu ham. Yolg'izlik yana ham o'sha sifatli uxlashingizga yordam bo'ladi deyapti. Bu yerda ham xuddi shu narsalardan kelib chiqib siz ham javob bersangiz bo'ladi, lekin buni o'zini o'qish noto'g'ri bo'ladi. Evet, insanlar günümüzde gittikçe daha çok yalnızlığa meyilli oluyorlar. Bunun ana nedenlerinden biri bence yapay zekanın insan tıpkı insanlar gibi sohbet edebilmesi ve insanlara karşı empati kurabilmesi. İnsanlar kendilerine karşı empati kuranları daha çok kendine yakın sayabilirler ve xuddi shunday keyin bu yerdan olib ketamiz endi. Bu durumun insanların faydasına olacağı olaylar da var. Örneğin, misal için nima bo'lishi mumkin? Yalnızlık insanda daha yaratıcı düşünmek becerisini artırır deyapti. Bunu okumasdan turib, örneğin insanlar yalnız kaldıklarında, misal için insanlar yalnız olduklarında daha da yaratıcı olabilirler. Bazı insanlar mesela. Yaratıcı olmak insan için daha çok kariyerlerine odaklanabilmelerine, kariyerlerinde gelişebilmelerine neden olabilir. Misal için. Shularni gapirib ketaverasiz. Aniq bu yerda berilgan narsalar berilishyapmiz. Yalnız uyumak da insan için daha çok faydalıdır deb. Keyin avantajlardan dezavantajlarga o'tib ketamiz. Ancak bu durumun avantajlari olduğu gibi de hemen biladigan o'sha şablonlardan foydalansangiz ham bo'laveradi. Ancak bu durumun avantajları olduğu gibi de dezavantajları da vardır. Yalnızlık insan için çok kötü sağlıksal sorunlar getirebilir. Yalnızlık insanların psikolojisini da kötü etkileyebilir. Yalnız kalmak, birileriyle sohbet etmemek, iletişimde olmamak, toplumla iç içe olmamak insanın psikolojisini bozabilir ve bu da onun hayatına, ailesine ve işine kötü etkiler yaratabilir gibi dezavantajlarını söyledikten sonra aytganingizdan keyin sonuç qilib aytsangiz bo'ladi. Sonuç olarak son olarak bu durum için şunu söyleyebiliriz ki yalnızlık insanların hem lehine hem de aleyhine işlemektedir. Bu durum insandan insana farkları gösterebilir deb aytib ketamiz sonuçta. Ya'ni menimcha hozir meni gapirayotgan gaplarimni tushunyapsizlar degan umiddaman. Hozir turkcha tez gapirib ketdim. Ahamiyatli jihati shundaki, nima haqida qanday javob berish kerakligini o'rgansanglar bo'ldi. Hozir men aytgan narsalarni men sizlarga gapirishni o'rgata olmayman. Hozir bu yerda hech kimga gapirishni, turkcha gapirishni yoki hech kimga turkcha lug'at o'rgata olmayman. Shunchaki sizlarga texnika o'rgata olaman xolos. Texnikasi shu. Nima ekan? Savolni o'qiysiz. Bunga bitta kirish va buni avantaj, dezavantaji va oxirida so'nuch. Tugan. 2 daqiqa. Shunga iloji boricha 2 daqiqalik tayyorgarlik ko'rishga harakat qilinglar. Va bu bizada final bo'lim edi va bu tugaganidan keyin sekund tugaganidan 00 bo'lganidan keyin imtihon yakunlanadi.
imtihon yakunlanganidan keyin monitorda imtihonni yakunlayman deydigan yozuv kelib chiqadi va yozuvga bosasiz. Shu bilan sizda imtihon tugaydi va uyingizga ketasiz. Imtihon javoblarini chiqishini kutasiz. Bo'ldi. Konuşma shu. Demak, bugungi bo'lgan darsimizni umumiy bitta yig'ib olamiz. Demak, nima ekan? Konuşmada 3 bo'lim bo'lar ekan va birinchi bo'limni o'zi 2 ga ajralar ekan. Birinchi bo'limning birinchi qismida 3 xil savol, 5 sekund o'ylash, 30 sekund javob berish. Birinchi bo'limning ikkinchi yarmida birinchisida rasm ko'rsatiladi va ikkita rasmni ifodalaymiz. Ikkita rasmga 4 xil ifodalaymiz. Nima ekan? Rasmda nima bor, nima rangda, nima qilyapti va hislari qanaqa. Keyin ikkinchi rasm xuddi shunday. Va yana oxirgi ikki savoli birinchi bo'limning oxirgi ikkita savoli o'sha rasm bilan bog'liq bo'lar ekan. Ikkinchi bo'limda ham rasm beriladi, lekin uni izohlamaymiz. Unga hech qanday izoh bermaymiz, sharhlamaymiz va 3 ta savol beriladi. Bu 3 ta savolga o'sha berilgan 2 daqiqani o'zida birdaniga 3 ta savolga ham javob berib ketamiz. Uchinchi bo'lim ham xuddi shunday, hozir tushuntirib o'tgandek 1 daqiqa tayyorlanish uchun vaqt, 2 daqiqa javob berish uchun vaqt beriladi. Xo'p, o'rtoqlar, demak endi bu yerda bizda yana bitta o'rnak ko'rib ketaylik. Finalga eng oxirida bu darsimizni sovg'asi desam ham bo'laveradi. Bu o'sha multilevel, juda ko'pchilik biladigan multilevelning konuşma sınavi kitobi. Hop, bu yerda mana birinchi test qilib berilgan. O'sha birinchi testni ko'rib ketamiz. Birinchi testni bilasizlar, animatsiyasi ham bor. Birinchi test uchun o'sha imtihondagi birga bir animatsiyasini chiqarib beradi. QR kodni skaner qilsangiz, animatsiyasi chiqib keladi. O'sha savollarga sekundlarni almashishi haqidagi. Faqat bugun bu animatsiyani ko'rib chiqmaymiz, shunchaki bitta testni ko'rib ketamiz, nimalar bo'lar ekan. Qaranglar, mana birinchi bo'lim deyapti. Birinchi bo'limda nima qilar ekanmiz? 5 sekund hozirlanma, 30 sekund javoblama ekan. Hozir aytib o'tganimdek va birinchi bo'limning birinchisining so'rovlari. Bu yerda mana eng sevdiğiniz kitob ne va neden? Ko'rdinglarmi? Juda oddiy savollar. Eng yaxshi ko'radigan kitobingiz nima va nimaga? Hop, en son nerede seyahat ettiniz? Eng so'nggi paytda qayerda sayohat qildingiz? Hafta sonlarida ne yapmayı seviyorsunuz? Hafta oxirlarida nimalar qilishni yaxshi ko'rasiz? Juda oddiy savollar tushadi. Hop, birinchi bo'limning ikkinchisi. Bu yerda nima degan edik? Ikkita rasm tushadi degan edik. Misol uchun bu yerda mana 10 sekund nima ekan? Hozirlanma, 45 sekund javoblama. Biz nima qilardik o'rtoqlar? Bu yerda ikkita rasmni izoh berish uchun oldin bittasini tanlab olamiz. Qaysi birisiga javob berishimizni deylik va o'sha tanlaganimizni ham aytib ketamiz. Qaysi birisidan javob berishni boshlayotganimizni. Misol uchun deylik, ben ilk önce sağ taraftaki fotoğrafı yorumlamak istiyorum. Sağ taraftaki görselde 3 kişi var. Ko'rdinglarmi? Birinchini olib ketdim. Gapirish juda qiyin emas o'zi aslida. Sağ taraftaki görselde yorumlamak istiyorum. Sağ tarafımdaki görselde 3 kişi var. Ve yana nima bor? Tren var. 3 kişi var ve tren var. Endi renklarni aytib ketsak bo'ladi. Tren kırmızı ve beyaz renkte. Bir kadın kırmızı elbiseli renkte. Kırmızı siyah ekan. Siyah elbiseli renkte ve erkek lacivert elbiseli takım elbiseli desek bo'ladi. Lacivert renkli takım elbiseli. Keyin endi ularni faoliyatini tushuntirib berish kerak. Nima qilishyapti? Onlar trene biniyorlar. Bitti. Juda oddiy. Shart emas, bir kishi yanında çantası var, bavul götürüyor, onlarni gapirish shart emas. Onlar trene biniyorlar ya da onlar bir yere gitmeye hazırlanıyorlar. Keyin ranglarni hamma narsani ifodaladik. Endi his-tuyg'ularni bilayotgan bo'lsangiz, his-tuyg'ularni aytib ketsangiz bo'ladi. Bu yerdagi orada bir kishi çok yorgun gözüküyor mesela. Oradaki adam çok yorgun gözüküyor. Adam deganda qasdim, nimadan qasd qilyapman? Erkak kishidan. Bilamiz, adam degani Twitterda erkak kishini bildiradi. Xo'p.
Ve şimdi sol tarafımdaki fotoğrafı yorumlamak gerekirse deb endi ikkinchi rasmga o'tib ketasiz. Qaranglar, o'zi 45 sekund. Vaqt juda ko'p emas. Sol tarafındaki fotoğrafı yorumlamak gerekirse ben burada yine 3 kişi görüyorum. 2 kadın ve bir çocuk. Onlar aile. Deb izoh berib ketsangiz bo'ladi. Agar tez gapira olsangiz va nima borligini aytdik. Endi qaysi rangda? Uçak var desangiz ham bo'lardi. Bu yerda uçak var. Samolyot borligini ham aytsangiz bo'ladi. Orada uçak da var. Onlar bavullarga rang berib ketsangiz bo'lardi. Bavullari chiroyli ekan bularning. Bittasi maviy bavul, bittasi yashil bavul, sariqmi yashilmi farq etmez. Birinde yeşil bavul götürüyor. Yeşil bavulu var. Birinin bavulu ise mavi desangiz ham bo'ladi ve uçak beyaz renkte. Keyin ular nima qilishyapti? Onlar uçağa doğru gidiyorlar. Bir yere uçmak istiyorlar. Ya da yolculuk yapacaklar. Keyin ularni hissiyotlarini ifodalaysiz. Onlar çok neşeli gözüküyor. Neşeli ve mutlu gözüküyor desangiz ham bo'laveradi. Onlar çok neşeli ve mutlu gözüküyor desangiz bo'ladi. Ular juda xushchaqchaq va baxtli ko'rinishyapti. Bo'ldi, ifodalab bo'lganingizdan keyin bo'ldi. O'zi 45 soniya shu ikkalasini ifodalashga yetadi. Xo'p, fotoğraflarda neler görüyorsun? Nus, bunu ifodaladik. Endi ikkinchi savol chiqib keladi. İnsanlar neden uçakla yolculuk etmeyi seviyor? Bunga javob berib ketasiz. Bunga adashmanglar 45 sekund emas, 30 soniya javob berishingiz kerak bo'ladi. 5 sekund tayyorgarlik ko'rish uchun bo'ladi. İnsanlar neden uçakla yolculuk etmeyi seviyor? Çünkü uçak, tren ve otobüslere göre daha hızlı ve konforludur. İnsanlar geçmişten bugüne kadar uçmayı çok sevmişlerdir. O yüzden de uçakla yolculuk etmeyi seviyorlar ve gitmesi gerektiği yerlere daha hızlı ulaşabiliyorlar. Deb men tez aytdim. Sekinroq gapirsangiz 30 sekund sizga juda ham zo'r. Keyin bu ham tugaganidan keyin yana oxirgi savolimiz. Siz hangi ulaşım aracını tercih ediyorsunuz? Siz qaysi transport vositasini afzal bilasiz o'zingiz uchun demoqda. Trenmi, uçakmi? İkkalasidan bittasini deysiz. Misol uchun ben trenle yolculuk etmeyi tercih ediyorum. Çünkü trenle gitmek daha güvenli ve daha sakin bir yolculuk sağlayabilir bizim için. Neden? Çünkü trenin gideceği yer üzerinde olduğu için ve onun gideceği yer belirli olduğu için, uçmadığı için kaza yapma riski çok düşük. O yüzden kendimi çok güvende hissediyorum. O'zimni juda ham himoyada his qilaman. Trende farqi yo'q, samolyotni aytsangiz ham bo'ladi. Uçak haqida gapirsangiz ham bo'ladi. Ben genellikle uçakla seyahat etmeyi ya da yolculuk etmeyi severim. Çünkü uçak benim gideceğim yere daha hızlı götürür ve uçak benim için çok konforlu bir ulaşım aracıdır deb izohlab ketaverasiz. Bunga ham 30 soniya o'zi zaten izohlashingiz oson bo'ladi. Keyin ikkinchi bo'lim. İkinci bölümde nimeydi ortağlar? Hazırlanmak için 1 dakika, cevaplamak için 2 dakika. Vaqtimiz bor edi. Bu yerda rasm berilardi. Rasmni nima qilamiz? Rasmni izohlamaymiz. Rasmni ifodalash shart emas. Va bu yerda 3 ta rasm nima edi? 3 ta rasm birdaniga javob berilardi. Ya'ni 3 ta rasm emas, adashib ketdim. 3 ta savolga birdaniga javob berar edi. Mana endi bu yerda ko'ryapsiz, haliga bir hedefga ulaştınız, bir zaman anlatın deyapti. Hop, juda zo'r bir maqsadingizga erishgan vaqtingizni tushuntirib bering deyapti. Juda ham zo'r vaqt maqsadingizga juda zo'r bir maqsadingizga erishgan vaqtingizni tushuntirib bering deyapti. Bunda ham ko'rdingizmi? O'zingiz bilan bog'liq qandaydir anni paylaşmangizni istiyor. Ya'ni qandaydir xotirani bo'lishingizni xohlaydi. Birinchi savolda har doim. Evet, ben 15 yaşımda Özbekistan karate spor dalında Özbekistan boyunca şampiyon oldum ya da şampiyon olmuştum. Bu benim için çok harika bir hedefe ulaşma anımdır deseyler bo'ladi. Ko'rdinglar, men hech qanaqangi to'xtab qolmadim va sizlar xayollaringizga ham kelmaydigan, hatto o'zimning ham xayolimga kelmaydigan safsatani to'qib berdim. Ben hiç kaçan karate boyunca yoki boks boyunca Özbekistan
15 yoshimda O'zbekiston chempioni bo'lmaganman. 15 yoshlilar o'rtasida chempion bo'lmaganman. Shunga o'xshagan har ikki bir hadafga ulashdimiz. Ya da IELTS sertifikasi, IELTS sertifikasini 9 oldim mesela. Fark etmez. 10 yaşımda, 12 yaşımda. Hedef belirlemenin insan hayatındaki önemi nedir? Bunu ham xuddi o'shanga bog'lab ketish kerak bo'ladi. Hedef belirlemek insan hayatında çok büyük önem taşır. Hedef belirlemek insan için çok büyük bir önem taşır. İnsan belirlediği hedefe göre hareket eder, çabalar, düzenli olarak çalışır ve o belirlediği hedefin hayatındaki önemi ileride, gelecekte insanın nasıl yaşayacağı, hatta nasıl yaşanacağına kadar da etki gösterebilir. Mesela hedef belirlerken nelere dikkat edilmeli? Bular juda çok kolay sorular. Bularga ham xuddi o'sha aytganimdek chuqurlashib ketsangiz yo'qolib qolasiz, ko'rinmay ketasiz, chuqurlashib ketsangiz. Shu uchun o'zingizdan kelib chiqqan nimani o'ylasangiz, xayolingizga nima kelsa, faqat shuni turkchasini ifodalab bering xolos. Sizga bu yerda bu savollarga ekspert darajasida javob berishingiz so'ralmaydi. Shunchaki o'z fikrlaringizni turkcha ifodalashingiz bo'ldi. Hedef belirlerken nelere dikkat edilmeli? Deylik, hedef belirlerken dikkat edilmesi gereken aslında kağıt ve kalem. Mana eng bo'lmag'ur narsani gapirdim. Lekin buni turkcha gapirib bera oldim. Tushundinglarmi? Maqsad shu. Turkcha o'zingizni ifodalay olish. Bu yerdagi savol sizni o'ylantirib qo'ymasligi kerak. Siz o'ylanadigan narsa shunga bog'liq o'zingizning fikrlaringizni ifodalash bo'lishi kerak. Hop, o'zbekchamga e'tibor bermaysizlar. Juda ko'pchilik bilishi kerak. Men xorazmlik ekanligimni shu uchun o'zbekcha gapirishga sal-pal qiynalaman. Ozgina tilim aylanmay ham qoladi. Hop, 3-bo'lim. 3-bo'limni ham 2-bo'lim bilan juda o'xshash degan edik. Nimaga? Chunki bu yerda ham hazırlanmak için 1 daqiqa, cevaplanmak için 2 daqiqa süremiz var. Bu ham 1-bo'limda xuddi shunday edi. Va eldan çalışmak haqida bu yerda savol tushdi. Yoki fikr tushgan. Shu fikrni avantajlari, dezavantajlari haqida gapirishimiz kerak. 1-bo'lim nima deymiz? Evden çalışmak haqida kirish qilib olamiz. Evden çalışmak nima o'zi? Nimalar bo'lyapti o'zi hozirgi zamonda evden çalışmakda? Ya'ni uydan turib ishlash. Ve bunun avantajı, evden çalışmak daha çok insanların zamanını doğru planlayabilmesi için avantajıdır gibi cevap verirsiniz burada. Ve dezavantajı olarak insanlar sosyal iletişimde kesiliyorlar ve meslektaşlarıyla bir toplu çalışmalarda daha düşük performans gösterebilirler gibi cevaplarını versiniz burada. Ben hazır tez gapirib o'tib ketyapman. Vaqtlaringizni o'g'irlamaslik uchun, olib qo'ymaslik uchun. Shunga o'xshab masalaga faqat taktika o'rgataman, texnika o'rgataman, gapirishni emas, turkcha gapirishni o'rgata olmayman. Sizki hozir bunga hech kimni ham o'sha sizlarni ham meni ham vaqtim yo'q. Imtihon oldimizda belgilangan. Shu uchun sizlar faqat taktika o'rgansanglar bo'ldi. Nima gapirilar ekan? Demak, eldan çalışmakda birinchi bo'lib kirish, avantaj, dezavantaj yoki dezavantaj, avantaj fark etmez. İkkalasini ayrı tushuntirib berasiz ve sonuç olarak evden çalışmak insan için çok güzel bir şeydir. Deseylar bo'ladi. Shu bilan imtihonimiz yakunlanadi o'rtoqlar. Hop, o'ylaymanki imtihonning bu yerda o'tirganlarning ko'pchiligi hozir bugungi darsimiz o'z aslida konuşma imtihoni bilan bog'liq bo'lgani uchun o'ylaymanki imtihonda juda yaxshi natija qilasizlar. Eng asosiysi hayajon qilmaslik, hayajonlanmaslik. Hayajonni siz uchun bir foydasi yo'q va sizga berilgan savolni va buni quloqingizga osib olinglar. Sizga berilgan savolni aniq javob berishingiz kerak emasligi va qiyin savollar, bo'lim 2 ya da 3-bo'limdagi savollarga siz ekspert darajada javob bermasligingiz kerakligi esingizdan chiqarmang. Türk tili konuşma imtihonida nima qilar ekanmiz demak? Türk tili konuşma imtihonida biz shunchaki turkcha o'z fikrlarimizni ifoda etamiz xolos. Bo'ldi. Ekspert darajasida bu savollarga javob berish shart emas. Qiyin so'zlardan ishlatib yoki o'zi aslida nima bo'lish kerak o'zi erdan çalışmak, o'zi rostdan foydalimi yo zararlimi? Bu ikkalasini qanday bilsam bo'ladi? Internetdan qidirsammikan
evdan çalışmak haqida zararli deganmikan odamlar yoki zararsiz deganmikan odamlar deyishyapti emas. Siz nima deb o'ylaysiz? Evdan çalışmak ya da evdan o'qimak bu farklı savollar bo'lishi ham mumkin. Buni shunga o'xshagan egzagi ham bor. Misol uchun uzoqdan eğitim bor, misol uchun unga yana alternativ olarak juda ko'p narsalar bor. Uzoqdan eğitim, evdan çalışmak, yana qandaydir takliflar beriladi shunga o'xshagan. O'sha takliflarni siz qanaqa deb o'ylaysiz o'zingizni? O'zingizdan kelib chiqib, o'sha fikringizni Türkçe olarak ifade ediyorsunuz. Bitti. Bu kadar basit. Çok kolay. Teşekkürler. Güzel oldu. Evet. Şimdi de size bugün bir ödev veriyorum. Ödevimiz şöyle. Bakalım. Mana. O'rtoqlar, sizlarga topshiriq. Ifodalaymiz. Bugungi darsdan olgan bilimlarimizni tekshirib ko'ramiz. İfodalay olamizmi, yo'qmi? Kommentariyalarga yozib ketinglar. Qanday ifodalanadi? Xo'p, yozayotganda bitta yozinglar, bo'lib yozmanglar. Bittada javob berishga harakat qilinglar. Yozgan javoblaringizni değerlendiriyorum. Bittada javob beringlar xolos, bittada. Kommentariyani har xil qilib javob bermanglar. Bittada mana shu savolga javob berib ketinglar. Bitta tekstning ichida. Ya'ni bitta tekstga sig'diringlar. Bitta jo'natganlaringizda boshdan oxirigacha o'qiylik buni.